ekan. Haj niyatida safarga chiqib Sherozga yetishdim. Yo'lda bir masjidga kirdim. Shayx Mo'minni ko'rdimki, o'tirib firqasiga yamoq solardi. Salom berib o'tirdim. Mendan so'radi: "Ne niyating bor?" dedim. "Haj niyatim bor" dedi. "Onang bormi?" dedim. "Bor" dedi. "Qaytib onangni xizmatga bor." Bu so'z menga xush kelmas edi. Dedi: "Nega to'lg'anasan? Men bosh yalang, oyoq yalang, yolg'iz va ozuqasiz 50 marta haj qilganman. Hammasini savobini senga beraman. Sen esa onang bo'lmish menga ber." Barcha onalarimizni, opa-singillarimizni 8-mart bayrami bilan tabriklayman. Hammangizga uzoq umr, baxt va omad tilayman. mp3.net Atirgullar ochdi chiroy, atirgullar ochdi chiroy, qara ko'shku billur saroy. Yulduzlar ichra tanhoy, yulduzlar ichra tanhoy, aziz